Hop, hoji akalar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana shu suhbatimiz davomida aytdik. Bu masjidni birinchi bo'lib kim solgan? Payg'ambarimiz alayhisalom, sahobalar Payg'ambarimiz alayhisalomni tuyalari cho'kkan joyiga Masjid-i Nabaviy tiklangan. Endi sizlarga bir ma'lumot qatorida bu yerda kimlar yana hissalarni qo'shgan desa, juma kunida biz imomlar minbarga chiqib xutba o'qiymiz. Shu minbarning o'rnida oldin Rasululloh alayhisalom bir mana bunaqa bir ustun bo'lardi, xurmo daraxtini xodasi, qurigan xoda bo'lganda. Bunda qali ko'karib turgan xurmo emas. Payg'ambar alayhisalom o'sha masjid qurilganida asosiy devorlari ham xurmoning butalaridan, xurmoning shoxlaridan qilib, tomlari ham xurmoning shoxlaridan qilingan. Unaqa joy ham haligi ishlatilgan yerida guvalar bilan g'ish qilib, yo toshlardan terib turib masjid qilishgan. Tomi xurmoning barglari bilan yopilgan. Yomg'ir yoqqanda chakka o'qitib turgan. Hozir bunaqa sharoit bo'lmagan u vaqtda. Payg'ambarimiz alayhisalom xutba qiladigan bo'lsa, nasihat qiladigan bo'lsa, hali xurmo daraxtini xodasiga suyanib olib, jamoatga xutba qilardi dedi. Bir kuni ansoriy ayollardan biri, ansoriy deganda Madinaning ayollaridan biri, bir boy ayol bo'ladi-da, Rasulullohga bir kishi orqali, ansoriy erkak orqali, Madinali erkak orqali xabar jo'natadi. Ya'ni Rasululloh agar rozi bo'lsa, meni qo'limda bir duradgor ustam bor, Habashistondan kelgan. Shu odamga aytsam-u, men bir minbar yasab bersam. Rasululloh mana xurmoga, daraxtga suyanib, bellari to'lmasa edi, oyoqlari to'lmasa edi. So'rab ko'ringchi, rozi bo'lsa bir minbar yasab beray, 3 ta pog'onali qilib dedi. Rasululloh aytganda Rasululloh alayhisalom rozi bo'ladi. Mayli, agar bizga foydali bo'lsa qilamiz-da. O'sha nimani olib kelib, Rasululloh alayhisalom Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga olib kelib, bitkizib olib kelib qo'yishadi-da, haligi ustunga taqab turib qo'yishadi. Payg'ambarimiz alayhisalom endi ustunga suyanmasdan hali minbarga chiqib xutbalarni boshlaganda qayerdandir bir yig'ini tovushini eshitiladi. Unda hamma u yoqqa qaraydi, bu yoqqa qaraydi, bir yig'layotgan odamning o'zi yo'q. Hamma hayron bo'lib, qayerdan kelyapti bu tovush desa, qarasa tovush haligi qurigan xurmo daraxtining xodasidan kelyapti. Payg'ambarimiz alayhisalom joylaridan tushib, o'tib, haligi ustunni quchoqlab, shu ustun bor hozir. O'rniga mana ustun qilib qo'ygan ramz. Ustunni quchoqlab turib, jonivor yig'lama dedi. Hamma hayron, "Ya Rasululloh, bu nimaga yig'laydi?" desa, "Bu ustun bizdan ayrilgani uchun hijron o'tida yig'layapti. O'rnimizni almashtirib olganimiz uchun." Biz Rasulullohning qadrini bilmaymiz, chunki ko'rmaganmiz. Pinxonalar bir hali g'oyibona iymon keltirganmiz-da. Voydod deydigan narsada ustun yig'lagan shunda. Aytmoqchi bo'lgan narsamiz, bu yerga birinchilardan bo'lib masjidga foydasi tekanlardan biri bitta ayol kishi. Bir ayol kishi. O'sha minbarda yasalib olishiga, minbar masjidga kirib olishi sababchilaridan o'sha ansoriy ayollardan bittasi. Endi keyin manaqa yoritish moslamalari, ana biz lustra deyapmiz-ku. O'sha lustrani oldingizmi, Jahongir? Lustrani Tamim Doriy degan sahoba bo'lgan. Payg'ambarimiz alayhi vasallam Dajjal alayhisalom to'g'risida xabar berganida Tamim Doriy degan sahoba o'zi tojir, kommersant, tijoratchi. Chet davlatlarga borib yuk olib keladi, kemalarda yurib tijorat qiladi. Rasululloh alayhisalomdan Dajjal to'g'risida xabarni eshitganida bu kishi Dajjolni o'z ko'zlari bilan ko'rganligi aytiladi. Orolda, dengizda. Bir orolga tushib olishadi, orolda Dajjolni ko'radi bu kishi. Endi Tamim Doriy o'zi asli xristian diniga, masihiylikka ishongan bo'ladi. Rasulullohni ko'rib, Rasululloh bilan haligi Dajjal to'g'risidagi masalalarni eshitganidan keyin Rasulullohga iymon keltirib musulmon bo'ladi. Keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga kelib, endi u davrda manaqangi lustralar yo'q, chiroqlar yo'q. Payg'ambar alayhisalomga taklif kiritadi. "Ya Rasululloh, agar rozi bo'ladigan bo'lsangiz, shu masjid ichini yoritsak" dedi. Qanday qilib yoritamiz deganda, shamchiroq, pilik, shu narsalarni xuddi shunga o'xshagan narsalarni osishib, o'shinga shamchiroqlar, shamlar osib chiqishadi. Ha, birinchi bo'lib Masjid-i Nabaviyni yoritishligiga sababchi bo'lgan kishilardan bittasi o'sha Tamim Doriy radhiyallohu anhu, avval masihiy bo'ladi, keyin islomga kirib, bu kishi masjidni yoritilishiga birinchi hissasini qo'shgan. Keyin 1326-hijriyda butunlay mana shunday mana hozir elektr toki kirgizilgan. Hijriy sana hozir, tushunasizlarmi hijriy sanani? Hozir nechinchi hijriy? 1444. Bundan 1326 ni ayiramiz. Necha yil bo'lgan bo'ladi? Abdulloh aka, siz matematika deysizmi? Hozir ko'padi maktab. Kallam ishlamayapti.
1444 dan 1326 ni ayring. Necha bo'ldi? 8 yil. 118. Ha? 118. 118 yil oldin mana elektr tok kirgizilgan ekan bu yerga. Ya'ni endi elektrni yoritish boshlangan ekan. Alloh taolo bu ma'lumotlar bizlarga foydali qilsin. Kimlarki endi dunyoda qayerda bir masjidlarga xizmat qilayotgan bo'lsa, masjidga xizmat qildi degan savoblarni Alloh taolo ato qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hocalarimiz bilan navbatdagi suhbatimizni o'tkazdik, alhamdulillah.